fitnalar, ya'ni sizdagi jahlni xuddi sizda mana jahl chiqadi-ku undan. Jahlingiz chiqib ketadi. Voy, urib tashlasangizda iloji bo'lsa-da, mana shunaqa jahllar chiqadi-ku. Ana o'sha sizdagi energiya o'sha odamga kerak. O'shaning uchun ham siz xuddi shu holatga tushasiz. Sizni jahlingiz, sizni asabingiz это тоже energiya. Bu energiya. Qo'rquv patoklari ham alohida. Pul igrovgiri alohida, religiozniy igrovgiri alohida, bilimlar igrovgiri alohida va sizni aynan agressiya jahlingiz ham ularga kerak. O'sha narsadan ular ozuqa oladi. Chunki o'zingiz ko'rgansiz-ku, ya'ni qo'yni go'sht yeganini ko'rmagansiz, echkini go'sht yeganini ko'rganman videorolikda. Endi farqi yo'q-ku, kimga bolaligida nima bersangiz, o'sha narsani ozuqa deb o'ylaydi. Ya'ni odamlar bir-birini energiyasini o'g'irlab yashaydi. Xuddi shunaqa savollar tug'ilsa, qanaqa qilib yashayman bu beshafqat dunyoda? Qanday qilib yashash mumkin-a? Biri yolg'onchi, biri sutxo'r, biri g'iybatchi, birida umuman ongi tor, sizni aqlli gapingizga qaramaydi, sizni mana tirnoqdagi laklaringizga qaraydi. Lakim qanaqa chiqibdi, nima ichdim?